Assalomu alaykum birodarlar. Ko'pchilik so'ragandi. Men xibalar so'raganlar uchun 55 mingdan, mijozlayinlar 50 mingdan, yangi chiqarilgan shtamplarimiz bular 45 mingdan. Kimga qiziq bo'lsa Telegramga o'tirasizlar. Turk xibalar 65 mingdan, shtamplar 38 mingdan, tepa-pas lozimi ham bor hammasini. Oldi ko'rib turibdi, bunaqa bog'lanadigan fasondan. Ochib qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Uzun ko'ylak so'raganlar uchun 45 mingdan shtampl bu ham. Keyin xiba so'raganlar uchun yangi fasonimiz, beli qisiq, qo'li ham mana bunaqa qisiq, standart razmerda. Bular razmerlari 52 dan 54 gacha, 46 dan 52 gacha, 48 52, 46 52 gacha, 48 dan 52 gacha. Bular standart 52 gacha tushadi. 48 dan bu 55 mingdan. Bu xiba bu. Mo'zdekkina. Bemalol qiziqarlar, Telegramga o'tirasizlar. Asirkalar ko'rasizlar, hali bor, hali xudo xolasa. Bularimiz tugab qoldi o'zi. Keyin zakaz bo'lsa chiqarib beramiz. Turk xibalar bilasizlar. Telegramga o'tib zakaz so'rasizlar.